O'tirinchi, nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi? Dars qilyapman-ku, Tumka. Keyin qarab ola ish bor. Tayyorman. Kechir Mubina. Sani yana xafa qilsam, teshik kulchaga aylanib qolay. Kimsan? Nima telefon qilyapsan? Darsing tugadimi? Ha, tugadi. Videoga ber, bloger bo'lmoqchiman. Qana video olamiz? Ana trend bor, ikkita raqsni olamiz. Tayyormisan? 1, 2, nachalik. Ula. Nima bo'ldi oyoqqa? Aka, mana trendda ittiraqsini o'ynayman deb oyoqlarni qayirib oldilar-da. Siz qachondan beri bu o'zingizni it deb his qilyapsiz? Ancha qoldi. U paytlarda kuchuk edim, doktor. Oz dorilar yozib bering mana. Mana tayyor. O'tgan safar suv ichib bo'lganimda ham xuddi shu dorilarni yozib berdingiz. Bir so'mlik foydasi yo'q bu dorilaringiz, doktor. Nima foydasi bo'lmaydi? Bekorlarda aytibsan. Agar dorilar foydasi bo'lmasa, ani eshikda turgan Captiva qatta. Yozib bergan dorilarimning 3tasini klinikadan chiqqanda ro'parali dorixonadan olasan. Qolgan 4-inchisi bor, oyoqqa surkaydiganda xollagan joyingdan olasan. Bo'ldi. Ya aka, ana skuter kelyapti. Endi qiynalmaymiz. Aka, to'xting. Aka, yaxshimi? Qiynalmayapsizmi?